Assalomu alaykum. 0 dan 10 ming dollargacha onlayn kurslarda sotuvlarni qanaqasiga amalga oshirish mumkin? Aynan arab tili sohasida 0 blogda biz shuni amalga oshirdik va bugungi darsimizda siz bilan qanaqa qilib arab tilida 0 holatdagi blogda 10 ming dollardan oshiqroq sotuvlarni qilganimizni, qilingan to'g'ri va noto'g'ri ishlarni, xatolardan xulosalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Birma-bir har bittasini ochib beraman. Darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, ana shu to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bu razbor, ya'ni bu tahlil o'zi kimlar uchun deyilsa, albatta onlayn kurslarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan ustozlar, offlayn o'quv markazi bor va onlaynga o'tmoqchi bo'lgan, onlayn darslarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan markaz rahbarlari va ta'lim sohasidagi marketolog, prodyuser va shu sferaga oid sohada ishlaydiganlar uchun bu darsimiz foydali bo'ladi. Agar siz aynan shu sohadagi inson bo'lmaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan balki foydali bo'lmasligi mumkin. Agar siz ana shu sohadagi, ta'lim sohasidagi inson bo'lsangiz, bu darsdan keyin kamida 5 ming dollar tejab qolishingiz mumkin. Chunki bizni xatolarimizdan xulosa chiqarasiz va pulingiz yoningizga qoladi. Shuning uchun albatta darslikni oxirigacha ko'ring. Darsni boshlashdan oldin o'zimni qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Ismim Isoxon. Aynan sobiq arab tili ustoziman. 10 yillik ta'lim aynan arab tili sohasida, avval madrasa, institut, undan keyin sharqshunoslik universitetida islomshunoslik va arab tili bo'yicha o'qiganman. 3,5 yildan beri ta'lim sohasidagi biznesdaman. 8 mingga yaqin loyihalarimizda 8 mingga yaqin o'quvchilarni o'qitganmiz va 5 milliardga yaqin summadagi sotuvlarni amalga oshirganmiz. Asosiy mavzuga kirishdan oldin, agar sizga zapusklarimiz to'liq tahlillari qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib keting. Bu razbordan keyin, aynan arab tili razbordan keyin matematika, ona tili bo'yicha umumiy 1 milliarddan oshiqroq summadagi sotuvlar bo'lgan. Ana shularni razborlarini ham xolis chiqaraman. Albatta, izohlarda qiziq bo'lsa yozib keting. Keyingi, demak, darslarimizni ko'rishamiz bu mavzuda. Demak, loyihamizda ustoz kim edi? Ustoz Zakariya, arab tili sohasida 10 yildan oshiq tajribaga ega. Lekin blogi 0 holatda edi. Ya'ni 0 dan yangidan blog ochdik va o'sha holatda sotuvlarni boshlab 10 ming dollardan oshiqroq sotuvlarni qildik. Kurs formati onlayn formatda bo'ldi. Ya'ni 3 oylik, 3 oyga mo'ljallangan kurs 0 dan arab tilidagi matnlarni o'qiy olish darajasigacha taklif berdik. Ya'ni 0 dan arab tilidagi matnlarni bemalol o'qiy oladigan darajagacha 3 oyda olib chiqamiz degan taklifimiz bor edi. Darslar gibrid formatda, ya'ni nazariy qismlar video dars shaklida, nazorat jonli dars shaklida bo'ldi. Kurs narxlari VIP tarifini biz 2,990,000 qilib belgiladik, premium tarifi 1,490,000, standart tarifi 1,290,000 qilib belgilandi. Aynan shu tarifikatsiya bo'yicha men alohida yana darsliklar tayyorlayman. Hozircha bunga to'xtalmaymiz. Nima uchun aynan shunaqa qilganligimiz to'g'risida. Natija qanaqa bo'ldi? Natija umumiy holatda 600 dan oshiq lead, ya'ni kontakt olindi. 120 dan oshiqroq sotuvlar bo'ldi va to'liq holatda 10 ming dollardan oshiqroq summani yig'ib oldik. Xo'p, bu natijaga qanaqasiga yetdik? Hozir bularni birma-bir qadamma-qadam hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qadam har doim biz zapusklarni boshlayotgan vaqtimizda, istalgan loyihaga kirishgan vaqtimizda shu ishni qilmasdan turib, umuman loyihaga kirishmaymiz. Bu maqsadli auditoriyani tahlil qilish. Ya'ni auditoriyani og'riqlari, muammolari, nimani xohlaydi, qanaqa yechimlarni istaydi, o'zi nimaga erishmoqchi va hokazo, mana shularning barchasini birma-bir o'rganib chiqamiz va undan keyin keyingi qadamga o'tamiz. Demak, arab tili bu loyihamizda auditoriya yo'q edi, 0 holatda edi. O'sha uchun avvalgi KZD xulosalardan, avvalgi tahlillardan foydalandik. Bu meni o'zimni arab tili kurslarimda ancha oldin o'sha Said akademiyada dars bergan vaqtlarimizda yoki bo'lmasam, umuman bozorni shu paytgacha o'rganib kelganimizdan xulosalar asosida biz mana shu xulosalarning ustiga qurdik. Nimaga desa, chunki bizda auditoriyani o'zi yo'q edi. Aynan tahlil qiladigan auditoriyamiz yo'q bo'lganligi uchun eski xulosalarga tayanishga to'g'ri keldi. Ikkinchi qadamimiz produkt konsepsiyasini tayyorlab oldik. Produkt konsepsiyasi nima degani desa, o'quvchilarimizni demak A nuqtadan B nuqtagacha borish uchun nimalarni o'rganish kerak o'zi? A nuqtadan masalan 0 holatda u arab tilidagi matnlarni o'qiy olishi uchun nimalarni o'rganish kerak? U o'rganish kerak harflarni to'g'ri talaffuz qilishni, u o'rganish kerak to'g'ri o'qishni, u o'rganish kerak yozishni, u yana nazariy qismlarni yaxshi tushunish kerak. To'g'rimi? Mana shu narsalarning hammasini A nuqtadan B nuqtagacha bo'lgan qadamlarni hammasini biz konsepsiya sifatida tuzib chiqamiz. Ana shunaqasiga tuzib chiqdik.
Kursni oson hazm bo'lishi uchun nechta bo'limga bo'lamiz degan narsa bo'ldi. Bu har doim bo'ladi, ya'ni nechta bo'limga, nechta modulga ajratamiz. Avvalga biz uni 3 ta modulga ajratgandik. Bu mantiqiy holatida harflar, undan keyin fonetik qoidalar, undan keyin o'qish amaliyot qismi sifatida ajratgandik, lekin keyinchalik yanada hazmi osonroq bo'lishi uchun uni umumiy haftalik modullarga ajratib chiqdik. Ya'ni har kuni bittadan dars bo'ladi, hafta oxirida test bo'ladi. Har bitta moduldan keyin keyingi modulga o'tish bosqichma-bosqich bo'ladigan bo'lib, 12 ta modulga ajratdik va umumiy 3 oyga taqsimladik. Tariflarga ko'ra takliflarimiz qanaqa bo'ladi, shularni ham ko'rib chiqdik. Masalan, VIP tarifimizda ustozning o'zi bilan shug'ullanadi, premium tarifimizda kuratorlar bilan shug'ullanadi va hokazo shu formatda produkt konsepsiyasini tayyorladik. O'quvchilarni qanaqasiga nazorat qilishimizni ko'rib chiqdik, ya'ni qanaqasiga nazorat qilamiz, qanaqasiga natijaga olib chiqamiz degan narsa bizning holatimizda, demak, video darslar nazariy shaklda, undan keyin esa asosiy ustozlar ularni birma-bir talaffuzini tekshirib olish kerak edi. Jonli darslar qo'shdik va undan tashqari audioda ustozga bemalol vaqtiga to'g'ri kelgan vaqtda ham topshirishi mumkin edi. Demak, mana shu qadamni, demak, tahlilni, undan keyin produkt konsepsiyasini tuzib olganimizdan keyin biz jamoani qurishga o'tdik. Jamoani qurish bu 3-qadamimiz bo'ldi. Ya'ni jamoani asosan sotuv bo'limini birinchi o'rinda qurishni boshlaymiz, chunki sotuv bo'limini bir nechta bosqichda qurish amalga oshiriladi. Har safar loyihalarimizda, masalan, yangidan sotuv bo'limi quradigan bo'lsak, bir nechta bosqichda buni amalga oshiramiz. Demak, birinchi bosqichda turli xil kanallarga e'lon berib, nomzodlarni to'pladik. Masalan, e'lon kanallari, vakansiya kanallari hammasiga, o'zimizning kanallarimiz, qayerda auditoriyamiz bo'lsa, hammasiga e'lon berdik va umumiy bir nechta odam shu narsani nomzodlar to'ldirdi, o'zini so'rovnomani. Undan keyin biz ularni saralab oldik, telefon qilib, ishga kela oladimi, umuman to'liq vaqtda ishlay oladimi va hokazo shularni saralab oldik. Undan keyin ilk bosqichdan o'tganlarga trening tashkil qildik. Treningda qanaqa qilib sotish kerak, qanaqa formatda sotsa to'g'ri bo'ladi, sotuvning qadamlari, qanaqa ishlash kerak, hammasi bo'yicha to'liq bepul dars o'tdik ularga, trening qilib, to'liq ularga o'rgatib, 3-bosqichimizda ular bilan oxirgi suhbatni tashkil qildik. Ya'ni ishga kirish suhbati bo'ladi bu, ya'ni amaliyotga o'tish suhbati bo'ladi. Ana shu amaliyotga o'tish suhbatini tashkil qildik va 4-bosqichda CRM, telefoniyani sozladik. Aynan sayqal ta'lim uchun to'liq yangi CRM, yangi telefoniya hammasini o'rnatdik. Bu nima uchun desa, raqamlarni har doim nazorat qilib borishimiz uchun, sotuvchilar qanaqa gaplashayotganini tekshirishimiz uchun va undan tashqari haligi jarayonlarni hammasini to'g'ri nazorat qila olishimiz uchun texnik qismlarni sozlab oldik. Undan keyin 5-bosqichimizda eski baza bilan tajriba o'tkazishni boshladik. Bundan 2-3 yil oldin yoki 1 yil oldin o'zimning arab tili kurslarimda sotuvlarni qilgan loyihalarimizdan tushgan zaявkalarga telefon qilib, mana shunaqa kursimiz bor deb turib tavsiya qilib, sotuvchilarni mana shu bilan tajriba o'tkazdik va ular asosiy kursni sotuviga tayyor holatga yetib keldi. Ana shu 5 ta bosqichdan o'tkazib sotuv bo'limini tayyorladik. Demak, 3 ta qadamdan keyin sotuv bo'limimiz tayyor bo'lgandan keyin biz aynan shu jarayonda sotuv bo'limini qurish bilan birgalikda 4-qadamni ham boshlab bo'lgandik, ya'ni sotuv voronkasini tuzish. Voronka o'zi nima? Shu joyda agar bilmaydiganlar bo'lsa ozgina ma'lumot berib ketaman. Mijozli reklamani ko'rgandan boshlab to sotib olishigacha bo'lgan jarayon bu sotuv voronkasi deyiladi. Ya'ni tepada ko'proq odam ko'radi va oxirida sotib olganlar kamroq bo'ladi. Shuning uchun voronka deyiladi bu narsa. Avvaliga biz kichik byudjetga konkurs o'tkazib ko'rdik. Qanaqa bo'ldi bu konkurs? Mana Poydevor degan konkurs o'tkazdik. Poydevor konkursida biz bitta bloger bilan, boshqa bizning yo'nalishimizga yaqin inson bilan konkurs tashkil qildik. U auditoriyasiga e'lon berdi, Munir kitoblari o'zini kanaliga odam to'plash uchun bu konkursda ishtirok etdi va u kitoblarni masalan berdi. Biz 1-o'rin, 2-o'rin, 3-o'rinlarga masalan har bitta o'rinlarga sovg'alar qo'ydik. Qanchalik ko'p odam qo'shib, bot orqali bu avtomatik aniqlanadigan bo'ldi. 1-o'ringa chiqqan odamga kattaroq sovg'a, undan keyingi o'rinlarga qanaqadir sovg'alar berdik va shu formatda biz kanalimizga bir necha ming odamni to'pladik. Ya'ni sovg'a asosida kanalga odam qo'shishadi, ya'ni tortishadi, o'zlarining do'stlariga taklif qiladi, qo'shiling deydi. Majburiy qo'shish emas, balki qo'shiling deb turib linklarni ulashadi. O'sha linkdan kelgan odam o'sha odamga hisoblanadi. Bu avtomatik tarzda qilinadi. Konkursga ko'p to'xtalmayman, chunki bu voronka bizda yaxshi ishlamadi. Nimaga desa, hozir bir ko'rib chiqamiz. Auditoriya maqsadli emas,
konkurs uchun kelgan, bu foydasiz auditoriya bo'ldi boshqacha aytganda. Ya'ni u o'zi shunaqa shunchaki sovg'a uchun kelyapti va shunaqa auditoriya bor ekan, Telegramda doimiy sovg'alar uchun yuradigan. Ikkinchisi, ularga ustozni tanishtirib, keldi, mana maqsadli auditoriya bor, kitoblarimiz, sovg'alarimiz aynan shu maqsadli auditoriyamizga, arab tiliga mos holatda tuzilgan edi. Lekin ularni baribir sodiq auditoriyaga aylantirishimiz uchun ancha vaqt ketardi va bu holatda bizda vaqtimiz yo'q edi ularni sodiq auditoriyaga aylantirib keyin sotuv qilishga. Biz tezroq sotuvlarni amalga oshirishimiz kerak edi. Shu uchun bu voronkadan bizda deyarli sotuvlar bo'lmadi. O'zini o'zi shunday oqlaydigan darajada bo'lib chiqdi. Demak, konkurs testoviy formatdagi ishlatgan bu konkursimiz unchalik yaxshi bo'lmagandan keyin biz tabiiyki har doim eng yaxshi ishlab kelgan webinar voronkasiga o'tdik. Webinar voronkasini nima qilinadi desa, bilmaganlar uchun ozgina tushuntirib berib ketaman. Auditoriyani Telegram kanaliga bepul dars uchun olib kiramiz. Ya'ni 3 kunlik bepul darsimiz bo'ladi. Ularni 8-10 kun davomida qizdirib boramiz. Ya'ni tanimaydigan auditoriyaga tanishtiramiz, darslikda nimalar bo'lishini aytamiz va hokazo shu formatda qizdirib boramiz. Undan keyin bepul dars o'tamiz, ya'ni 3 kun aniq zo'r darslar bo'ladi va oxirida sotuv ochamiz. Buni aynan webinar voronkasini ham bir nechta bosqichda amalga oshirdik. Birinchi bo'lib trafik manbalarini aniqlab oldik. Ya'ni birinchi bosqichda har doim biz qiladigan ishimiz trafik manbalarini aniqlab olish. Qaysi trafik deganim yana tushuntirish berib ketaman. Albatta noldan kuzatayotgan ustozlar bo'lishi mumkin. Trafik bu ya'ni Telegramga to'planadigan auditoriya oqimi. Ana shu oqimni biz qayerlardan olib kelamiz degan narsani bo'lib olamiz. Birinchi o'rinda demak Facebook, ya'ni Meta Ads orqali asosiy trafik manbasi mana shu bo'ldi. Telegram Ads ikkinchi manba sifatida sinab ko'rdik va Telegram kanallar orqali ham auditoriya tortib ko'rdik. Demak, asosiy trafik manbasi har doimgidek Facebook bo'lib qoldi. Facebookdan ko'proq auditoriyani tortib olib kirdik. Telegram Adsda qisman kamroq, lekin puliga arziydigan darajada auditoriya kirdi. Telegram kanallardan esa natija arab tilida pastroq bo'ldi, lekin boshqa loyihalarimizda Telegram kanallardan tortishimiz ancha osonroq bo'ladi. Ayniqsa yoshlar ishtirok etadigan sohalarda anchagina osonroq bo'lar edi. Demak, birinchi bosqichda biz webinar voronkasida trafik manbalarini aniqlab oldik va budjetlarni taqsimot qilib oldik. Undan keyin ikkinchi bosqichda target uchun umumiy 40 tadan oshiqroq, 40 ta atrofida reklama tayyorladik. Reklama videolari aynan target uchun 40 tadan oshiqroq bo'ldi. Aslida bu juda ham kamroq. Biz ulgurganimizcha vaziyatda juda tezlik bilan harakat qilayotgandik, shuning uchun ulgurganimizcha tayyorladik. Odatda loyihalarda 80 ta, 100 ta shu atrofda target reklamalari, kreativlari tayyorlanadi. Bizda aynan arab tilida 40 ta atrofida bo'ldi. Bu profilga joylanmaydi. Meta Ads'ni tushunadiganlar albatta biladi buni. Alohida profilga, Instagram profilingizda ko'rinmagan holatda yoqish mumkin. Uchinchi bosqichda ikkita webinar uchun umumiy 22 mingdan oshiqroq trafik olib kirdik. Ya'ni biz birinchi webinarni o'tkazdik, undan keyin qarasak hali vaqtimiz bor, yana ikkinchi webinarni ham o'tkazdik. Xuddi shu voronka bilan bir xil formatda, bir xil holatda bo'ldi. Faqat auditoriya yangilandi va sanalar o'zgardi. Ikki xil demak olib kirdik. Ikkita kanalda umumiy 22 mingdan oshiq auditoriya bor edi. To'rtinchi bosqichda demak bepul dars uchun progress qildik. Ya'ni progress bu nima desa, sovuq auditoriyani qizitish. Auditoriya siz tanimagan, umuman kurslaringiz haqida bilmagan holatda, sovuq holatda bo'ladi. Siz uni qizdirib, sizga sotib olishga tayyor holatga olib kelasiz. Bu jarayonda biz progress bosqichida oshiqcha bonus, qanaqadir oshiqcha narsalar aralashtirmadik. Faqatgina ekspertni o'zini tanishtirish, auditoriya bilan muhokama qilish va bepul darsga asosiy e'tiborni qaratishga fokus berdik. Ya'ni progressimiz to'liq shu asosda ishladi va asosiy u joyda ochib bergan narsamiz bepul darsni boshqacha aytganda sotish, ya'ni bepul darsga kirishni ta'minlash bo'ldi. Shundan keyin webinarimiz bo'lib o'tdi. Webinarimizning asosiy konversiyalari demak umumiy 18-20% atrofida odam kirdi, ya'ni auditoriyaga nisbatan va 5000 ga yaqin inson efirda bor edi. Umumiy holatda bu yerda rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Odatda esa qanaqa bo'lardi desa, odatda men o'zimni arab tili darslarimda ham 8-10% maksimum holatda kirgan auditoriyadan 8-10% kirardi shu paytgacha. Biz progress strukturasini to'liq o'zgartirdik. O'sha progress strukturasini yangilaganimiz va faqatgina bepul darsga e'tibor berganimiz hisobidan balki ana shunaqa, ya'ni 2 barobar o'sish bo'ldi.
vebinarga kirish konversiyasida. Va vebinarimizga 5000 ga yaqin inson kirdi. U yerda darsimiz o'ta samimiy, foydali ruhiyatda o'tkazdik. Bu yerda rasmlarni qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. To'liq autoriga foydali bo'ladigan, qanaqa uslubda talaffuz qilsa bo'ladi, qanaqasiga oson talaffuz qilish mumkin, texnikalari, qanaqasiga qiyin harflarni oson o'rgansa bo'ladi, shular haqida to'liq o'rgatdik dars davomida va darsda o'tirish foizi ham juda yuqori bo'ldi. Ya'ni odatda masalan birinchi kirgan autor yana bir 70% qoladigan bo'lsa, bu joyda 85-90% holatda autor chiqib ketmasdan darsni oxirigacha o'tirishdi. 2-3 soat darsimizda. Bu darsimiz juda ham intensiv va foydali bo'lganini bildirardi. Mana shu joyda o'sha darslardan izohlarni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ajoyib dars bo'lganligini va yuzlab izohlar keldi. Juda ham foydali dars bo'lganligi to'g'risida. Va mana shu formatda biz sotuvlarni ochdik va undan keyin progrefflar va doimiy lead olish va sotuv bo'limini ishlashini hisobiga biz sotuvlarni amalga oshirib bordik. Umumiy bosqichlar mana shundan iborat bo'ldi va zapusk vaqtida biz 5 ta juda ham katta qo'pol xatolarga yo'l qo'ydik desam bo'ladi va bu bizga juda ham qimmatga tushdi. Boshida aytib o'tganimdek, agar bu 5 ta xatoni biladigan bo'lsangiz, sizga bu narsa bir $5000 kamida tejab beradi. Shuning uchun demak, xatolarni birma-bir ko'rib tahlil qilib chiqamiz. Birinchi xato bu meni o'zimni challenge boshlab qo'yganligim edi. Men aynan arab tili zapuskini boshlayotganimizda o'zimga mas'uliyat yuklash va bu narsani autoriamga ochib berish uchun nima qildim? 30 kun davomida $10,000 sotuv qilamiz degan challenge qo'ydim o'zimga. Vaholanki hali jamoa tayyor emas. Juda ko'p narsalarimiz hali chala holatda va men hech narsani tayyorlab olmasdan turib o'zimga 30 kun vaqt qo'yib 30 kunda $10,000 sotuv qilamiz degan narsani qo'ydim. Bu esa loyihani hozirgi o'sha yangi holati uchun xato edi, chunki autoriya umuman yo'q. Autoriyani yig'ish, uni qizitish anchagina vaqt talab qilardi. Keyingisi jamoa hali zapusk uchun yangi qurilgan, marketing jamoasi ham ko'pincha shogirdlarimni olib kelganman. Sotuv bo'limi ham yangi qurilgan holatda ularni loyihani bitta o'rganib olishiga qanchadir vaqt kerak edi baribir. Shu holatda biz zapuskni yakunladik, lekin bu birinchi mana shu bosim bo'lmasligi uchun xulosam nima bo'ldi? Resurslarni har doim to'g'ri baholash kerak. Komanda yangimi, o'zingizga katta bosim qo'yib tashlamang. O'zingizning resurslaringizga yarasha marra qo'ying, shunda yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bir paytni o'zida birdaniga 10,000 sotuv qilaman emas. Birinchi ozgina pul tikib, ozgina sotuv qilib ko'raman. Undan keyin uni o'stirib, qanchadir vaqt davomida qaysidir natijaga chiqaman degan holat bo'lishi kerak ekan. Bu meni challengedan asosiy xulosam bo'ldi. Ya'ni birinchi qilgan xatoim mana shu birdaniga challenge e'lon qilib qo'yish edi. Qaysidir ma'noda bu zo'r bo'ldi, lekin katta ehtimol bilan bu jamoa biznes tarafidan bu xato edi. Shuni alohida tan olishim kerak. Xo'p, ikkinchi xatoyimiz bu moliyani nazoratdan chiqarish bo'ldi. Marketing va sotuv jamoasini qurish asnosida moliyani to'liq nazoratdan chiqarib qo'ydik. Ya'ni bu joyda marketingdagi bolalarni o'qityapmiz, sotuv bo'limiga qarayapmiz va bir paytning o'zida umumiy jamoani aylanish siklida tabiiyki moliya qismi qolib ketib qoldi va natijada reklama byudjeti biz reja qilganimizdan ko'ra oshib ketgan, biz e'tibor bermaganmiz bu narsaga va xarajatlarni foizi ham juda ham ko'payib ketib qolgan. Agar siz bu xatodan xulosa chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, nima qilishingiz kerak? Birinchi o'rinda moliyani yuritishingiz kerak. Daftarda bo'lsa ham imkon qadar moliyani qoldirib qo'ymang. Byudjetingiz qancha ajratilyapti, qayerga qancha berishingiz kerak yoki qancha berdingiz, qaysi kassadan olyapsiz, har bittasi alohida yozib borilishi kerak. Aslida har doim loyihalarda shu narsani nazorat qilib kelganmiz, lekin aynan mana shu arab tili loyihasida shu narsa qolib ketib qoldi va bu narsa bizga juda ham qimmatga tushdi. Doimiy plan fakt formatida yuritib boradigan bo'lsangiz, bu xatodan qochishingiz mumkin. Odatda biz Google Sheets formatida ishlatamiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni aynan zapusklar uchun biz moliyani yuritish bo'yicha Sheets tayyorlaganmiz. Bu ancha uzoq vaqt davomida zapuskga mo'ljallangan formatda zapusklarni o'quvchilar va hokazo hammasi to'liq, ya'ni o'quvchilarning qarzdorligi, qaysi holatda qancha to'ladi, qachon qancha oldik, qaysi qozonga tushdi, hammasini o'lchab boradigan plan fact formatida bir Google Sheets'da bir tizim tayyorlaganmiz. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, menejerga yozsanglar, albatta uni ham shablon sifatida beramiz. Uchinchi xatoyimiz esa bu kontentlar ustida ishlamaslik bo'ldi. Ya'ni biz zapuskga kirishib ketib qolgan vaqtimizda tabiiyki kontentlar, Instagramga joylanadigan kontentlar, YouTube'ga joylanadigan kontentlar
qolib ketib qoldi. Avvaliga biz YouTube'ga kontent joyladik, Instagramga kontent joyladik, undan keyin zapus boshlangandan keyin tabiiyki jarayonlarga kirishib ketib qoldik, sotuvga to'liq e'tiborimiz bilan kirishib ketganimiz hisobiga kontentlar qolib ketdi. Noldan boshlab sotuv qilsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin kontent joylab ozroq autoriyaga ishlash bu yaxshiroq bo'ladi. Ozroq shoshmasdan bu narsa qilinadigan bo'lsa, ya'ni ozroq kontentga ishlab, ozroq autoriya yig'ib, undan keyin zapus qilinadigan bo'lsa, bu foydaliroq bo'ladi va xarajatlarni anchagina tejaydi. Chunki sizda qisman autoriya tayyor bo'ladi, tahlil qilish imkoniyatingiz bo'ladi va hokazo juda ustunliklari bor. Shuning uchun albatta siz zapus qiladigan bo'lsangiz, ishlarni boshlashdan oldin albatta kontentga ishlang. Masalan, siz zapus reja qilyapsizmi, kamida bir oy kontentlarga ishlab turing. Bepul foydali narsalar berib turing. Telegram autoriyangizni qizib turing yoki bo'lmasam Telegramda, YouTube'da, Instagramda foydali ma'lumotlar bilan ulashib, doimiy autoriyangiz bilan muloqotda bo'lib turing. Shunda sizdan sotib olish foizi balandroq bo'ladi. Biz esa mana shu kontentlarda ishlamadik va bu bizning 3-xatoyimiz edi. 4-xato vebinarga katta summa tikib olish bo'ldi. Ya'ni webinar voronkasini biz oxirgi bozordagi bo'layotgan tendensiyalarni, oxirgi holatlarni tahlil qilmaganmiz va webinarni to'liq, ya'ni aynan webinar voronkasida mana Telegramga autoriya olib kirish, undan keyin uni qizdirish va oxirida webinarga olib kirishda autoriya tepada ko'proq, mana 22 ming odam olib kirdik dedim. Undan keyin 5 ming odam efirda o'tiryapti, ya'ni 20% o'tiryapti. Bu to'kilib boryapti va har bitta etapda bizni tabiiyki byudjetimiz yeyilib boraveradi va oxirida agar jarayonda bitta sotuv bo'lmay qoladigan bo'lsa, qayerdadir bitta xato, zanjirda bitta uzilish bo'ladigan bo'lsa, butun jarayon izdan chiqib ketib qoladi. Va bizda ham aynan webinarga katta summa tikishimiz, aynan webinar voronkasiga katta summa tikishimiz xato edi. Bizning holatimizda biz webinarga emas, balki kontentlar orqali YouTube'imizga, ya'ni YouTube'dagi darsliklarimizga, YouTube'dagi darsliklarning oxirida zaifga olib qolib sotuv qilishga e'tibor berishimiz kerak edi. Mana shu joyda biz agar men qaytadan shu zapusni boshlaydigan bo'lsam, VSL voronkasiga alohida e'tibor bergan bo'lardim. VSL voronkasi nima? Xuddi webinardagi kabi bepul darslik tayyorlaysiz. Ya'ni birinchi qadamingiz. Uni ichida demak kirish qismi bo'ladi, kontent qismi bo'ladi va sotuv qismi bo'ladi. Ya'ni kirish qismida o'zingizni tanishtiruv, mavzu haqida, o'zi bu dars kimlar uchun, undan keyin kontent qismida asosiy darslik qismi va oxirida kursingizni sotuvi. Kursingiz nimalardan iborat, qanaqa modullari bor, qanaqa takliflaringiz bor va hokazo shularni ochib berasiz. Bu taxminan o'rtacha yarim soat, 1 soat, 1,5 soatlik darsliklar bo'ladi va buni YouTube'ga joylaysiz. YouTube'ga joylaganingizdan keyin tagida ro'yxatdan o'tish uchun sayt yoki qanaqadir link qoldirasiz va o'sha yerdan zaявkalarni qabul qilib olasiz. Qisqacha tushuntirganda VSL voronkasi mana shunaqasiga ishlaydi. Yangi boshlagan odam bo'ladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqasiga joylab turib, undan keyin tushgan zaявkalarga o'zingiz telefon qilib bog'lanasiz yoki assistentingizga berasiz va oyma-oy sekin-sekin test qilib guruhlarni ochib ko'rsangiz bo'ladi. Jonli darslar yoki bo'lmasam video darslar formatida. Bu eng oson varonkalardan, ya'ni hozirgi kunda eng yaxshi ishlayotgan varonkalardan bittasi. Nimaga desa, oson demayman, albatta istalgan varonkani. Nimaga desa, chunki baribir har doim Instagramga kontent joylashingiz kerak, Telegramga kontent joylashingiz kerak, YouTube'ga kontent joylashingiz kerak. Faqat shuni oxirini ozroq o'zgartiryapsiz, ozroq kurs tomonga yo'naltiryapsiz va tabiiyki sizda VSL voronkasi tayyor bo'lyapti. Qanchalik ko'p autoriya yig'ilgan sari sizda sodiq, loyalni autoriya to'planib boradi va oxirida sotuvlaringiz ham tabiiyki oshib boradi. Va VSL voronkasining plus tarafi, mana webinar voronkasini aytdim, bitta zanjir uzilib qolsa, butun jarayon izdan chiqib ketib qolishi mumkin, to'g'rimi? Lekin VSL voronkasida unaqa emas. Siz kontentlarni baribir joylayapsiz, baribir ishlayapsiz. Hozir ishlamasa, 1 oydan keyin sizga foyda bo'ladi, 1 yildan keyin foyda bo'ladi. U turaveradi YouTube'da, har doim o'sib boraveradi YouTube organik holatda. Mana hozir bizda arab tilida o'sha vaqtda joylagan kontentlarimiz hozir 100 mingdan oshiqroq ko'rilgan va ulardan yuzlab zaявkalar qoldirilgan va bir nechta sotuvlar aynan shu orqali amalga oshirilgan. Tabiiyki biz buni webinardan keyin VSL voronkasini yo'lga qo'ygan edik. Va siz agar bu xatodan xulosa chiqaradigan bo'lsangiz, webinarga birdaniga katta summa tikib olmang, balki VSL ishlating, kontentlar ishlating va mana shu tarafga ko'proq pulni ajratishga harakat qiling. Katta ehtimol bilan buni yana bitta plus tarafi, kontentlar uchun odatda katta summa sarflanmaydi. Siz kontentlarni shunchaki telefonda olib turib, YouTube'ga joylasangiz ham yoki Instagramga joylasangiz ham bo'ladi va buni tan narxi juda ham arzon bo'ladi. Demak, hozir siz bilan aynan shu VSL voronkasini amaliy misolda ko'rib chiqamiz, ya'ni ustoz Zakariyada. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Xo'p,
Ustoz Zakariyada biz 0 dan boshlaganmiz YouTube'ni va hozir 9000 ga yaqin auditoriya, podpisчик to'plangan, obunachilar va mana shu obunachilar YouTube'dagi 9000 bu Instagramda kamida 50 mingga teng. Chunki YouTube'da sizni yarim soat, 1 soatlab darsliklaringizni ko'rishadi va ular sizga sodiq auditoriyaga aylanadi. Bu yerda har bitta darsligimizda mana 105 ming prosmotr bo'lgan, 90 ming va mana 3 hafta oldin Ustoz Zakariyaning o'zi joylagan darslikda ham 1 soatlik darslik 26 ming prosmotr ko'rishlar soni bo'lgan. Va mana bu o'sha vaqtda joylagan ayn dot harflarini talaffuz qilish uchun 3 ta oson texnika darsligimiz aynan bizni VSL formatidagi, ya'ni sotuvchi video sifatida, sotuvchi xabari bor, sotuvchi matnlari bor videomiz bo'lgan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bemalol tahlil qilib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Yarim soatlik bo'lgan. Buni men aynan Anvar Baxtiyorovda o'qishdan oldin qilgan edim. Undan keyin buni xatolarini boshqa variantlarda tuzatib barcha arab harflari, ya'ni VSLni imkon qadar 40 daqiqa, 1 soat atrofida olganingiz foydaliroq bo'ladi. Ya'ni go'shtliroq, foydaliroq darslik bersangiz, yanada yaxshiroq auditoriyani to'playsiz. Demak, shu joyda ko'rishingiz mumkin. Mana formadan tagida link qoldirilgan. Formani shunday bosganingizda ro'yxatdan o'tish, mana Ustoz Zakariya telefon raqamingiz, Telegram usernameingiz. Mana shu joyda sayt qo'yish yaxshiroq bo'ladi. Nimaga desa, sayt vizual taraflama o'ziga tortadi va shunda yaxshiroq, ya'ni lead olish, ya'ni zaявkalarni olib qolish yaxshiroq bo'lishi mumkin. Shu joyda ko'rsangiz bo'ladi. Mana YouTube darslikni ichini bitta ko'rib chiqasiz. Content qismi bor. Hamma taraflarni bitta tahlil qilib ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, sizga foydali bo'ladi. Endi bunga siz aynan shu YouTube darsligingizga tashqaridan auditoriya olib kirsangiz ham bo'ladi, ya'ni trafik haydasangiz ham bo'ladi. Masalan, aynan Metadan yoki bo'lmasam Telegram Ads'dan aynan shu darslik uchun trafikni olib kiradigan bo'lsangiz, buni targetolog yoki mutaxassislar bilan gaplashsangiz yordamlashishadi. Shunda sizda kirgan auditoriya shu darsligingizni ko'radi. Oxirigacha ko'rgandan keyin tabiiyki lead zaifga qoldiradi va unga sotib o'qib ketaverasiz. Va bu ayniqsa tashqaridan trafik kirganda ham YouTube yanada o'stirib oladi darsligingizni. Tabiiyki organik jarayonda ko'proq leadlar tushib boradi. Shu uchun albatta YouTube'ga mana shu formatda ishlash kerak. Demak, siz mana shu VSL formatida ishlatadigan bo'lsangiz, YouTube'ga darslik joylaysiz, unga tashqaridan trafik haydashingiz ham mumkin va Instagramdan chatlaysiz, ya'ni botlar orqali olib kirishingiz ham mumkin, ya'ni bioga link qo'yib qo'yishingiz mumkin va hokazo har xil yo'llar bilan aynan shu darslikka 1 soatlik darslik qilsangiz, ana shu 1 soatlik darsligingizga siz umuman trafikni olib keladigan bo'lsangiz, shunda kattaroq trafik kirib keladi va kattaroq ko'rishlar bo'ladi va oxirida sotuvlaringiz ham yaxshiroq bo'ladi. Buni albatta ko'rib chiqing. Ya'ni Ustoz Zakariyani o'sha tuzilgan voronkasini bitta ko'rib chiqing. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, albatta yozsangiz birgalikda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, 5-xatoyimiz, biz 4 ta xatoni aytib o'tdik. 5-xatoyimiz texnik jihatlarni hisobga olmaslik. Ya'ni bizning holatimizda texnik sabablarni, ba'zi narsalarni hisobga olmagan ekanmiz. Masalan, Instagram ochishdagi alohida qoidalari yoki boshqa jihatlarga e'tibor bermaganmiz. Shu sabab 3 marta yangi akkaunt ochishimizga to'g'ri keldi. Birinchi akkauntimiz ishlamadi, undan keyin ikkinchi akkauntimiz blokka tushdi. Oxiri 3-sini ochib, to'g'ri har bittasini qoida bilan qilganimizdan keyin to'g'rilandi, lekin bu bizni juda ko'p vaqtimizni olib qo'ydi. Qanchadir mehnatimiz singan akkauntlar yo'q bo'lib ketdi, boshqacha aytganda. Keyingi texnik xatolarimizdan yana bittasi bu to'lov tizimlarini yosh katta auditoriya tushunmay qoldi. Ya'ni biz sayt qo'ygan edik, to'lovga mana bunda o'tasiz, mana bunda o'tasiz deb turib tushuntirdik, lekin ular tushunishmadi. Yosh katta auditoriya baribir telefondan ishlatishga qiynalar ekan va arab tili auditoriyasini asosiy bizni auditoriyamiz 35 yoshdan kattalar edi. Ularga biz to'lov qilishni tushuntirishimiz ancha qiyin bo'ldi va tabiiyki bu sotuv konversiyasiga ta'sir qildi. Keyingi loyihalarimizda bu narsani to'g'irladik. Qanaqasiga to'g'irladik desa, Telegram bot qildik. Telegram botga shunday start bosib, o'zi har bitta qadamini tushuntirib turadi. Shunday 2-3 marta qadamdan shuni o'tgandan keyin bizga zaifga bo'lib tushadigan va uni Telegramiga ham yozsak bo'ladi va telefon qilsak bo'ladigan holat bo'ldi va bu lead olish konversiyamizni ancha yaxshiladi. Shu uchun men yosh katta auditoriya bilan ishlaganda menimcha bot orqali lead olish ancha qulayroq bo'ladi deb o'ylayman. Yoshlar tushunaveradi. Yoshlarga bitta tushuntirsangiz, masalan, saytdan mana bunda o'tasan deb tushuntirsangiz tushunib ketaveradi, lekin to'lov qilish tartiblari va hokazolarda baribir yosh kattalar ozroq qiynalar ekan. Shu tarafini hisobga olmaganmiz.
Demak, umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, 0 dan 10 ming dollargacha sotuv qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Faqat xarajatlarni kattalashtira olmagan holatda bosqichma-bosqich amalga oshirish, shoshilmasdan amalga oshirish yaxshiroq bo'ladi. Avvaliga sinov sotuvlarni bajaring, undan keyin yaxshilangach katta sotuvlarga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda qo'rqmang, chunki oz-ozdan o'rganib hammasini uddalasa bo'ladi. 100% bu narsa oz-ozdan o'rganib sotuvlarni kattalashtirib borsangiz bo'ladi. Bularni hammasini o'zingiz sinab, achchiq tajribada menga o'xshab mana shu hozirgi holatda qiynalib, qanaqadir pullar yo'qotib o'rganishingiz mumkin yoki bitta ustoz bilan tezroq o'sha ustoz yordamida natijaga chiqishingiz mumkin. Agar siz ham onlayn darslaringizni yo'lga qo'yishni istasangiz, sizga Mentor Pro dasturini taklif qilaman. Bu dastur umumiy 16 ta moduldan iborat bo'ladi. 16 ta modul bu umumiy 2 oy davom etadi. Har bitta haftada 2 tadan modul o'tiladi. 0 dan boshlab, mana 0 holatdan boshlab onlayn darslaringizni yo'lga qo'yish, offlayn bo'ladigan bo'lsa offlayn yo'lga qo'yish, uni sotuvlarni, marketing qismi, sotuv qismlari, o'quv jarayonlari har bittasi birma-bir kirib o'rgatiladi. YouTube'ni qanaqa yuritamiz, Instagramni qanaqa yuritamiz, o'quv jarayonlarini qanaqa tashkillashtiramiz, narxlarni qanaqa belgilaymiz, har bitta etap amaliy tarzda sizga kurator ustozlar, meni komandamdagilar yordam bergan holatda bu o'rgatiladi. Har bir qadamni batafsil birma-bir qo'llab borasiz. Mentor Pro hamma uchun emas, chegaralangan miqdorda qabul bo'ladi. Oxirgi marta bundan 8-10 oy oldin birinchi potokni ochgan edik. O'sha paytda 20 dan oshiq o'quvchilar bu dasturni tugatishdi va hozir onlayn darslarni yo'lga qo'yishdi. Har doim yaxshi natijalar, odzivlar kelib turadi va shularni ba'zilarini men sizga bu yerda ulashib qo'yaman, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Agar batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bu darsimizni hozir biz birinchi o'rinda offlayn formatda, mentorlik formatida va onlayn formatda amalga qo'yyapmiz. Siz agar qaysi biri qulay bo'ladigan bo'lsa, viloyatda bo'lsangiz onlayn o'qisangiz bo'ladi. Agar Toshkentga kelish imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, offlayn yanada yaxshiroq bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda, mana shu videoning pastida link qoldiramiz. Ana shu link orqali o'tib, saytdan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, siz bilan bog'lanamiz. Imkon qadar o'zim bog'lanishga harakat qilaman va undan keyin kurs haqida gaplashib, agar ma'qul keladigan bo'lsa, o'qishingiz mumkin bo'ladi. Agar darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, keyingi tahlillarimizni chiqarish uchun izohlarda albatta yozib qoldiring. Bu biz uchun muhim. Chunki YouTube doimiy izohlarni qo'llab-quvvatlaydi, layklarni qo'llab-quvvatlaydi va ko'proq ko'rilishini qo'llab-quvvatlaydi. Sizni bizga yozgan izohlaringiz, layklaringiz bu darsliklarimiz, mana shu foydali razborlarimiz, yanada darsliklarimiz ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi. Biz hozir keyingi darslarimizni ham tayyorlayapmiz. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlasangiz xursand bo'lamiz. Rahmat, e'tiboringiz uchun salomat bo'ling.